Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar, ocha-akalar, ojotalar. Xudo xolasa Vistavkadamiz. O'zimiz uchun tushuncha uchun keldik, qo'yib yemadik bu safar. Qo'ldan kelgancha arashalarni ko'rsatib, maza qilib tomosha qilasizlar hozir. Batafsil ko'rsatib o'taman. Arashan qanday bo'ladi? Yangi qiziqayotgan aka-ukalarimiz uchun arashan qanday bo'ladi, shuni tushunchasini berib o'taman. Bitta chiroyli like bosib qo'ysalaring, o'zlaring uchun bir haligi ma'lumot bo'lib qoladi. O'shanga arzisa like bosib qo'yasizlar aka. Mana sog'lig'imiz. Quloqqa ahamiyat berasizlar, kallaga, quloq tashlashlariga ahamiyat berasizlar. Mana qo'ziga ahamiyat beringlar. Quloqni qayerda tashlayapti, garbo'nisi qayerda, qanday tashlayapti. Shunga ahamiyat bersalaring, o'zlaring tushunib olaverasizlar. Joylashuvga e'tibor beringlar. Mana barrani joylashuvga ancha ish bor. Mana barrani joylashuvda, mana barrani joylashuvda ancha ish bor. Ancha tushungan insonga ancha bor. Tushunmagan insonga oddiy joylari qo'yda deb qo'ya qoladi. Yo'q, unaqa emas. Hozir bu qo'zini daji bitta mashinaga ham berishmaydi. Berishsa men olaman agar. O'zlaring uchun bilib olsalaring. Hop, bu yerdan sekin qo'chqonlarni ko'rsatamiz. Yo'q, bir qator sog'liqlarni ko'rsatay, birinchi keyin qo'chqonlarni ko'rsataman akalar. Hop, bu yerda ham hammasi sog'liqlar. Mana sog'liqlar, quloq tashlashlariga ahamiyat berasizlar, joylashuvlarga. Ayt mashalloh. Mashalloh deb qo'yasizlar. Albatta yurakda addi shu niyat qilsalaring akalar, Alloh taolo beradi hammalaringga. Chunki hamma narsa niyatga bog'liq. Niyat xolis bo'lsa, Alloh berib yetkazib qo'yadi. Biz ham niyatdan boshlaganmiz. Mana quyruqlarga ahamiyat beringlar, kallaga ahamiyat beringlar, quloqqa. Ashlar chista arashan akalar, chista arashan. O'zlaring uchun bilib olaverasizlar. Sariq qo'y bo'lsa arashan bo'lmaydi. O'zlaring uchun bilib olasizlar. Buni endi biz aytmasak, yana boshqa odam aytmasa, sariq qo'y ekan, arashan ekan deb olib ketaverasizlar. Endi bizni bu gaplarimizdan ancha odam yomon ko'radi, bizni bilaman. Lekin birov yaxshi ko'rsin deb bir yangi boshlayotgan dehqonlarga ziyon qilsin, ziyonga tiqishiga yo'l qo'ymaymiz. Chunki arashandan ko'ni qolib ketsa, ertaga bu arashanda haligi nima desa bo'ladi, brend o'ladi. Bunday qilmash kerak. Mana shular chista arashan akalar. Qo'zi bular. Qo'zi sog'liqlar bari. Ko'rib olasizlar, quloq joylashuv qanaqa, kassaylar qanaqa, razrez qanaqa. O'zlaring uchun bilib olsalaring, ertaga aka chista arashan deganda arashanni ham ko'rganmiz deysizlar akalar. Agar arzisa bitta chiroyli like bosib qo'yasizlar, rost gapirayotgan bo'lsa. Kimdirlarga malol kelib, achchig'i kelayotgan bo'lsa, kommentariyaga negativ fikrini bildirib qo'yaveradi. Bunga ham rozi bo'lib qo'yaveramiz. Mana akalar, mashalloh. Mashalloh, tabarakalloh. Mashalloh deb qo'yasizlar, yaxshi narsalarni ko'rganda. Mana joylashuvga ahamiyat beringlar. Mashalloh. Quyruq qaranglar. Orqadan tashlashni qaranglar. Mana ideal narsalar akalar. Arziydimi like arzisa, addi shu yurakdan bitta niyat qilib like bosib qo'yinglar akalar. Alloh taolo hammamiz qo'ramizga sanoqsiz yetkazib qo'ysin shunaqalardan Alloh taolo. Mazza qilib tomosha qilinglar akalar, mazza qilib. Ay mashalloh. Go'zal, bor-ku. Go'zal. O'ta go'zal krasota. Alloh taolo egasini qorasiga ham barakot bersin. Bu yoqda qo'chqorlar bor, katta qo'chqorlar, 2 tish, 4 tish. Men uncha qo'chqor qiziqavermayman. Lekin mana bunaqa mo'jizaviy san'at asarlariga lekin yonib qolaman. Qo'chqorga qiziqishim kam, lekin mana bunaqa sog'liqlarga juda qattiq qiziqaman. Men o'zimning hobbiyim. Inshaalloh yangi qo'ram bitsa, albatta qo'zlardan video qilib ko'rsataman. Xudo xolasa. O'sha ham bitta boshqacha narsa bor mana ko'ringlar. Shu narsa menga yoqdi, sizlarga ham yoqsa. Mashalloh, tabarakalloh. Xo'p akalar, uncha ko'p qo'y kelmagan. Qo'ldan kelgancha ko'rsatdim.
Xudo xolasa bundan keyingi nima desa bo'ladi, bitta ma'lumot berib o'tib ketay videoni davomida. Konkret bir gapni aytib o'tib ketay. Akalar, bundan buyog'iga men video qo'ymayman YouTube'ga. Qachonki o'zimning qo'limda arziydigan, menda yoki arab akamning qo'lida arziydigan vaj bo'lsa, shuni chiqazaman. Bo'lmasam chiqazmayman. Inshaalloh, endi o'zimning planim bu. Nimagaki biz yo'nalish, o'zlaring bilasizlar qanaqa yo'nalishdaligini. Xafa bo'lmanglar, iltimos. Video qo'yib ber deganlarga ming bor uzr so'rayman. Bundan buyog'iga video qo'ymayman. Faqat o'zimning qo'yimda, o'zimning qo'ramdan katta, yirik urug'likka yoki arashan qo'y bo'lsa chiqaraman. Inshaalloh. Endi shu planni qilyapmiz, lekin hali bitta va'da berib qo'ygan joylarim bor. Shularni bajarganimdan keyin, video qilib berganimdan keyin, undan keyin to'xtataman. Undan keyinga inshaalloh shunaqa go'zal narsalar, faqat meni kanalimda go'zal narsalar, mana shunaqa san'at asarlari chiqadi inshaalloh. Chunki obuna bo'lib qo'ysalaring, bu kanaldan hech qachon ziyon ko'rib, bir norozi bo'lmaydigan videolar qo'yaman inshaalloh. Akalar, obuna bo'lib qo'yasizlar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar akalar. Videolarda ortiqcha gap gapirib yuborgan bo'lsam, kimdirlarni diliga yoki savdosiga tegishli gap bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. To'g'ri bo'lsa to'g'ri deb yozib ketasizlar, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb qo'yasizlar akalar.